JavaScriptda stack, scope haqida gapiriladi, lekin buni qanaqa qilib brauzerda o'zida ishlaydi, qanaqa qilib environmentda hosil bo'lyapti, ko'zimiz bilan ko'ra olamizmi degan savol bor. Ha, ko'ra olamiz, JavaScript emas, brauzerda o'zi shu narsani qilib bergan, chunki brauzer environmentda ishlaydi va brauzer shu narsalarni handle va debug qilish uchun o'zini tooli bor, DevTools. Va shu haqida hozir ko'rib chiqamiz. DevToolsda o'zi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, source'ni ichida qanaqadir o'zini JavaScript'ini ichiga kirganida call stack bilan scope degan narsa bor. Ya'ni call stack bilan scope kattalashtirsam yaxshi ko'rinsa kerak. Call stack bilan scope qanaqa ishlab turganini bilishimiz yo'l bor. Aytaylik, mana bu qatorni boshiga olib borsam debuggerga nuqta qo'yiladi. Ya'ni shu yerda debug qilish uchun execute qilyap turganda to'xtatib, nimalar borligini menga ko'rsatib beradi. Demak, bu yerda oddiy JavaScript kod nima bo'lyapti? Do it. Birinchi funksiya so'zad qilinyapti. Ikkinchi funksiya so'zad qilinyapti va ikkinchi funksiyaga birinchi funksiyani chaqirish buyurilyapti ichida. Bu yerda shunchaki const a, const b, do it ikkinchi funksiyani chaqirib qo'yamiz. Ikkinchi funksiya o'z navbatida birinchi funksiyani chaqiradi va ularni ichida a va b konstantalari doimiy ravishda o'zgartirib turiladi va shu yerda lexical environment qanaqa ishlaydi degan narsani ham ko'rib ketamiz. Xo'p. Demak, men nima qilaman? Bu yerga bitta debugger qo'yaman. Do it, ya'ni do it to degan narsa funksiyani ichiga, ya'ni o'sha funksiyani ishlatishga kelganida bitta debug qilib ko'raman. Ikkinchisi, funksiyani ichiga qo'yaman. Mana bu joyda do it birga o'tib ketadi. Demak, buni ichiga debugger qo'yaman. Xo'p, demak bizda breakpoints inglizcha nomi yo'q, yaxshiroq nomi bo'lsa kerak brauzer tilida. Breakpoints bor ekan. Demak, qo'yildi mana 3 ta joyga. Xo'p, demak biz buni bitta run qilamiz. Restart. Demak, birinchi debugger ishladi, ya'ni shu joyga kelganda engine to'xtaydi va brauzer bizga nima bo'layotganini ko'rsatib beradi. Birinchi o'rinda scope ko'ramiz. Script A va B 10 va 20 so'zad qilindi. Va bular nima uchun script ichida ochildi, globalni ichida emas degan narsaga A va B konstanta bo'lib ochilgan. Konstanta bu, ya'ni tepadagilar ham konstanta bo'lib ochilgan. Shuning uchun o'zi mana buni o'zi, umuman faylni o'zi u globalniy edi. Ya'ni agar biz varlardan foydalansak, u globalniy edi. Lekin mana bu faylni o'zi uchun ham scope ochiladi. Ya'ni shu skript bu o'zi uchun ham scope ochiladi. Biz const let dan foydalanamiz. Shu uchun u uchun ham scope ochiladi. Demak, scope, global scope bu browser environment. Bu yerda ko'rishingiz mumkin clear interval, timeout, client information, cookie store, bu hammasi brauzerda o'zi implement qilgan. Ya'ni любой narsani olishdan oldin birinchi o'zini o'qib oladi, o'zini o'qib valuelarni set qilib oladi, keyin ichidagi yana bitta scope ochadi. U scope bizning JavaScript faylimiz uchun bo'ladi. Endi shu JavaScript faylimiz uchun scope'imiz nimaga timeoutlarni o'qiy desak, chunki tashqaridagi global stackda turgan bo'ladi. Agar bu birinchi scope ichida topolmasa, bu ikkinchi scope'ga o'tadi, global scope'ga. Agar global scope'dan topolmasa, bo'ldi, u error beradi. Mana scope ichida faqat ikkita scope turibdi hozir. Shuni 3 ta qila olamizmi? Keyingisiga sakraymiz. Do it to ga, ya'ni ikkinchi funksiyamizga sakraymiz. Ikkinchi funksiyamizda scope'lar 3 ta bo'ldi. Chunki nimaga? Lokalni ichiga kirsak A va B. Lekin script ichida ham A va B bor edi. Lekin A va Bni qaytadan buni ichida refine qildik. Agar biz mana bu joyda refine qilmasdan prosta A va B qilganimizda lokalni ichida topa olmasdan scriptga o'tgan bo'lardi. Mana shu lexical environment, ya'ni environmentdan olish. Xo'p, demak tushunali. Keyingi bosqich. A'ni set qildi, ya'ni A boshida yo'q edi. Birinchi bilganimizdek execution context definition, ya'ni define qilib chiqadi, o'zgaruvchilar memory management qilib chiqadi, ya'ni qanaqa memorydan joy olish kerakki, bunga value tushadi. Keyingisi buni execute qilib chiqadi, ya'ni biriktirib chiqadi, calculationlarni amalga oshirib chiqadigan joy. Demak, memoryga yozdi, ya'ni execute qildi memoryni, ishlatdi, demak 3 ga so'zad qildi. Keyingisiga o'tamiz. B ga 4 qildi. Ana endi savol. To it bir funksiyasini ichini, ya'ni birinchi argument sifatida A va B ni qo'shilganini berib olsak, qaysi birini oladi degan bo'lsak, o'zini scope'ini ichidan qidiradi. A va B 3 va 4. Agar bu yerdan shu narsani o'chirib yuborsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmas ekan. Agar bu yerdan biz umuman shu narsani set qilmaganimizda, bu tashqaridagi A va B ni oladi. Xuddi shunaqa do it 1. Buning ichida ham A va B set qilinyapti. Keyingisiga sakraymiz.
demak value tepadan value yetib keldi. Demak, yana bitta lokal ochildi. Lokal ochildi-yu, lekin boshidanoq, ya'ni birinchi qatorda o'qishdan oldin birinchi argumentni o'qib oladi, kirib kelgan argument. Ya'ni value ni 7 ga set qilib qo'ydi. Lekin biz birinchi qatordamiz. Lekin value teparoqda turadi, shuning uchun argumentni birinchi set qilib qo'ydi. Ikkinchisi, xo'p, ketdi A va B ni set qildi, demak uchinchisi. Endi bu yerda console log A, B va value ni chiqaryapti. Demak, birinchisi poisk ketdi, ya'ni qidirish ketdi A ni. Ya'ni birinchi lokaldan oldi. B ham lokalda bor, value ham lokalda bor, shuning ichidan olyapti. Agar bunchalik yo'q bo'lganda keyingi skriptga o'tgan bo'lardi. Keyingi skript ichida yo'q bo'lganda globalga o'tgan bo'lardi. Bu hozir scope ichida gaplashyapmiz ekan. Pastda call stack ham bor edi. Buni shu loopimiz tugagandan keyin qilamiz ekan. Xo'p, endi keyingisi, xo'p, bu yopildi. Endi keyingisi do it ham yopildi. Ya'ni do itdan keyin hali tugamagandi-da, chunki ichida boshqa funksiya chaqirgan. Endi bu ham do it pastda ishlatgan, ya'ni overall skriptimiz ham hozir tugadi, yopildi. Va shundan keyin bo'ldi, bu yog'i meni live serverimga o'tib ketdi kodim. Xo'p. Demak, bundan ketib bo'lsak, bo'ldi, hamma narsa set qilindi. Scope yo'q, chunki JavaScript bo'shdi. Call stack yo'q. Call stack nimaligini yana bitta ko'ramiz. Bitta refresh orqali. Endi call stack ichini ochib qaraymiz. Scope kerak emas, biz tushundik. Endi call stack anonymous. Birinchisi anonymous bo'ladi, chunki nimaga? Bu общий JavaScript faylimizni o'zi bitta stackda bo'ladi. Chunki buning ichida kodlar bor, boshqa narsalar bor. Shuni o'zi bitta ishlash maydoni. Ya'ni JavaScript nima desak bo'lar ekan? Mayli, umuman ishlaydigan maydon, ya'ni bitta funksiyani ichi bo'ladigan bo'lsa, shundoq bitta kontekst, ana shu kontekstni o'zi call stack ishlatadigan joy. Xo'p, shu. Demak, anonymous bu butun bir faylda execute qiladigan joy. Buning ichida o'zgaruvchilar va calculation bo'ladi. Demak, o'zgaruvchilarni qildi va calculationlar qildi. Endi keyingi funksiyani chaqirganimda nima bo'ladi? Buni ichida ham o'zgaruvchilar va calculation bor. Demak, bu ham alohida execution context va shu yuzasidan bunga scope ochadi. Bu ham alohida yangi JavaScript environment, ya'ni JavaScript engine'ga yana bitta ishchi, uni ichida yanadir funksiya qanaqadir kontekst bersa, unga ham alohida JavaScript ishlaydi. Unga ham alohida JavaScript kontekst ochadi. Demak, yangi brand new context, ya'ni umuman yangi kontekst ochadi. Anonymous ichida do it to ochildi, ya'ni mana bu funksiyamiz uchun JavaScript stack ochildi. Endi JavaScript stack ishlayapti. Buning ichida yana bitta o'tkazib yuboraman. Endi bir. Lekin e'tibor qaratishimiz mumkin, anonymous, ya'ni bu faylni hali o'qib tugatmadi. Buning ichida do it ikkinchi funksiyamizni ishlatish kerak bo'lib qoldi. Ikkinchi funksiyamizni ham ishlatyapti turadi. Bu stackga oxirigacha qilib bo'lmasdan yana boshqa funksiya ishlatdik. Boshqa funksiya boshqa, ya'ni umuman JavaScript kontekst degani. Shuning uchun yana do it 1 ni chaqirdi, ya'ni ustimiz tushib ketaveradi. Ana endi do it 1 ni yopib bo'lgandan keyin bitta yopaman. Bo'ldi. Do it 1 ni o'chirib tashladi stackdan, chunki uni overall o'qib bo'ldi. Endi do it 2 ni oxirgi qatorda o'qib turgandi va shuni ham javobi chiqqandan keyin mana 3 bo'lib nimadir chiqibdi. Endi bundan keyinga o'tganimizdan keyin bo'ldi, bu ham tugadi. Demak, mana ikkalasini o'qib bo'ldi. Shu bilan stacklar yopildi, tugadi, JavaScript bo'ldi. Endi globalniga o'tdi. Globalnida davom etadi. Lekin o'sha oxirgi qator bo'lganiga bu ham tugadi va umumiy JavaScript konteksti o'chib ketdi. Yana nimadir funksiya ishlatadigan bo'lsak, call stackga birinchi tushadi o'sha funksiya, unga scope yaratilib, yana qilib bo'lgandan keyin yana o'chadi. Umumiy JavaScript shunaqa ishlaydi. Nima bo'ladi? Hayot oson. Faqat uni qiyinlashtirmaslik kerak. Shu yerdan bemalol debug qilib ko'rsanglar bo'ladi. Aytgancha server side'larda, Next'larda yana ham yaxshiroq debugger bor. Ya'ni editorni o'zida, Windsurf'da yoki Cursora yoki Visual Studio Code ichida o'zi debugger bor. Buni keyingi narsalarda ko'rsatamiz. Ya'ni serverga qanaqa ma'lumot kirib kelyapti, Next.js'da render qilyapti turib, qaysi qatordan qanaqa kodni ichida yozilgan bo'ladi. O'sha kodda har bitta qatorda qanaqa javob ketyapti turganini o'zingiz birma-bir qatorlab o'tib ko'rsangiz bo'ladigan environment bor. Xudo xolasa bu ikkinchisi. Agar video yoqqan bo'lsa like va podpiska va buni videoni tarqalishi uchun balkim kommentariya yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik. Keyingi videolarda nima kutib qolasiz, qanaqa mavzular sizga qiziq bo'lyapti, shunaqalar yozib olsangiz bo'ladi. Va Telegram kanalimiz ham bor. U yerda biz shunaqa ma'lumotlar topganimiz yoki bizni experienceimizdan bo'lib o'tgan ma'lumotlar haqida ozgina bildirib qo'yamiz. Qanaqangi narsalar qo'llashimiz yoki qanaqa narsalar bilganimiz
dizayn patterlarni qanaqadir patterlar bilsak, shular haqida ma'lumot berib boramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.